Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, keyingi mavzuga doir testimizni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Bizda birinchi savolimizda bosh qotirmani to'g'ri yo'nalishlar bilan davom ettirganda eng oxirida qanday natija hosil bo'ladi debdi. Demak, bizda mana bu grafikka o'xshagan chizma berilibdi. Shu chizmamizni ichida nima misollar turibdi. Shu misollarni ishlaymiz, yo chapga yo o'ngga qarab turib yurishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni labirint singari. Demak, birinchisida bizda 14 qo'shilgan, demak, 14 qo'shilgan 6 ko'paytirilgan 4 turibdi. 14 qo'shilgan 6 karra 4 birinchi hisoblab olaman, 24 bo'ladi. Qo'shsam 38 bo'ladi. Demak, o'ng tomonga qarab yurar ekanmiz. Hop, keyingisi. Mana bu yerda 30 bo'lingan 5 minusdan 5 turibdi. 35 ga bo'lsam 6 minusdan 1. Uzr, 5. 6 dan 5 chiqarsam 1 degan javob chiqar ekan. Demak, javobimiz D ga teng ekan. Ikkinchisida quyidagi sonlardan qaysi biri 12 ga bo'linmaydi debdi. Ya'ni bo'linmaydi. 60 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsam 5 chiqadi. 28 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsam 2 chiqib 4 qoldiq qoladi. 4 qoldiq qoladi. Shuning uchun tayyorman. Boshida chiqib qoldi. B javob ekan. Chunki mana 2 ga ko'paytiradigan bo'lsangni 24 hosil bo'ladi 12 ni. Natijada 28 ga 4 yetmaydi. U 4 qoldiq degan. Uchinchi savolimizda Malika 1 soatda 4 ta, Dilshoda esa 1 soatda 6 ta quti yasaydi. Malika va Dilshoda har biri bir kunda 8 soat ishlaydi. Demak, bir kunda 8 soat ishlashar ekan. 4 kunda ular jami nechta quti yasaydi? Undan oldin har bitta qizlarni bir kunda nechta quti yasashini topib olishim kerak. Uning uchun Malika 1 soatda 4 ta yasasa, 8 soat kuniga ishlaydigan bo'lsa, bu 32 ta bir kunda quti yasar ekan. Ya'ni ko'paytirishga to'g'ri keladi. Dilshoda bo'ladigan bo'lsa, 1 soatda 6 ta, bir kunda bu ham 8 soat ishlasa, 6 kar 8 degani 48 ta detal yasaydi. Endi bularni bir kunligini topadigan bo'lsak, ikkala qizni natijasini qo'shishimizga to'g'ri keladi. Qo'shadigan bo'lsak, bizda 80 degan natija keladi. Bir kunda qizlar 80 ta yasasa, 4 kunda nechta yasaydi degani 80 ni 4 ga ko'paytir degan. Chunki kuniga 80 tadan 4 kunda 80 ko'paygan 4 ta quticha yasaydi. Ya'ni bu bizga 0 320 ta quticha yasar ekan. Bu javobimiz 320 ta. D javobda turibdi. Keyingisi 5-chisida 5-A sinfda 32 nafar o'quvchi, 5-B sinfda 37 nafar o'quvchi, 5-C sinfda esa 40 nafar o'quvchi. 37 40 nafar o'quvchi hamda 3 nafar o'qituvchi maktab ma'muriyati tomonidan sayohatga jo'natilmoqda. Ushbu sayohat uchun maktab 14 nafar yo'lovchini olib keta oladigan avtobusdan eng kamida nechtasini ijaraga olish kerak debdi. Bu degani hamma yo'lovchilarni oldin bilib olaylik, sanog'ini nechtaligini. Ya'ni 5A dan 32 ta, 5B dan 37 ta, 5C dan 40 ta va undan tashqari 3 ta o'qituvchini birgalikda qo'shib olamiz. Qo'shadigan bo'lsak, bizda 3 ga 7 ni qo'shib olsak, birinchi 10, mana bu 2 bilan esa 12 ni ikkisi bir dilda. Xo'p, hammasini qo'shsak 10, bir dildagi bilan 11. Demak, 112 ta bizda общий yo'lovchi bor. Endi 112 ta yo'lovchini avtobusga sig'dirishimiz kerak. Bitta avtobusga 14 tadan yo'lovchi sig'adigan bo'lsa, 112 ni 14 ga bo'l degan. Shunda nechta avtobus kerakligi ma'lum bo'ladi. 8 ta bor. 8 kar 4 32 ni ikkisi 3 dilda. 8 kar 1 8 3 dildagi bilan 11. Aytsam 0. Demak, bizda 8 degan javob chiqar ekan. 8 ta avtobus kerak. Keyingisi 5-chisi. Mehmonxonada 15 ta xona bor. Har bir xonada 2 ta deraza bor. Demak, har bitta xonada 2 ta deraza bor. Kechqurun 10 ta derazaning chiroqlari yongan bo'lsa, demak 10 ta chiroq yondi degani, 10 ta chiroq yondi degani. 5 ta mana 10 ta derazaning chiroqlari, 10 ta derazaning chiroqlari yondi. Demak, bitta xonamizda 2 ta deraza borligini inobatga olsam, 10 ta deraza yonuv degani
5 ta xonani lampasi yoqiq degan. Chunki 5 ta xonamizda 10 ta derazamiz bo'ladi. 5 ta lampa yonsa 10 ta derazadan yorug'lik tushib turadi. To'g'rimi? Masalan, uyinada tasavvur qiling. Bitta xona, mana ikkita derazasi bor. Bitta chiroqni yoqsak, bu chiroq ham bu derazaga, ham bu derazaga bir xil miqdorda yorug'lik tarqatish hisobiga ikkitasi yonadi. Lekin aslida bitta lampa yonadi. Bu degani 5 ta xonada 10 ta derazasidan yorug'lik ko'rinyapti degan. Endi nechta xonada chiroq yonmagan debdi. 5 ta xonada yongan bo'lsa, bizda jami 15 ta xona bo'lgan-ku. 5 tasi yongan bo'lsa, 10 tasi uxlayotgan bo'lganda endi. 6-si o'yinchoq zavodida har bir ishchi kuniga 6 ta, qarang, har bir ishchi deyapti. Общий emas, har bitta ishchi kuniga 6 ta koptok, ya'ni to'p ishlab chiqaradi. Zavodda 10 kunda 15 ta ishchi nechta koptok ishlab chiqaradi? Demak, 10 kunni bitta belgilab turaylik. Bu kun, mana kun. Bizda 15 ta ishchi. Demak, 15 ta ishchi bir kunda o'zi qancha chiqarishini bilib olishim kerak. Bitta ishchi bir kunda 6 ta ishlab chiqaradigan bo'lsa, 15 ta ishchi 15 ko'paygan 6 ta ishlab chiqaradi bir kunda. 6 kare 5imiz 30 0 3 dilda, 6 kare 1 6, 3 dildagi bilan 9. Demak, bir kunda bular 90 ta to'p ishlab chiqaradi. Endi bizda 10 kunda deganiga 90 ko'paygan 10imiz bizga 900 ni beradi. 10 kunda bular 900 ta to'p ishlab chiqarar ekan. S javob. Keyingisi 7-si. Birinchi ifoda 5 ko'paygan 18 bo'lingan 19. Ikkinchi ifoda shu. Quyidagi javoblarda nechtasida yuqoridagi ifodalarga to'g'ri ta'rif berilgan? Ikkala ifodaning ham natijasi bir xil songa teng. Ikkinchisida endi ifodaning natijasi 0 ga teng. Birinchisi ifodaning natijasi ikkinchi ifodaning natijasidan kam. Birinchi ifodaning natijasi 15 ga teng debdi. Demak, bizda birinchi mulohaza, ikkinchi mulohaza, 3 va 4-mulohaza turibdi. Javoblarda 4 ta mulohaza turibdi. Qaysi biri to'g'riligini topish uchun keling oldin ishlab ko'ramiz. Birinchi o'rinda 0 ga teng, ikkinchi ifoda natijasi 0 ga teng degani ham oldin ishlab ko'rishimiz kerak ekan. Mana yerda agar ko'paytirish bo'lganda bu xato bo'ladi. Chunki bo'lib keyin ko'paytirib 0 hosil qilib bo'lmaydi. Endi mana yerda minus bo'lgani uchun bo'lishi mumkin balkim. Demak, 18 ko'paytiramiz 5. 40 ni 0 4 dilda 5 90 chiqar ekan. Endi mana 90 bo'lingan 9imiz bizga 10 ni beradi. Hop, bunisida 240 ga 12 bo'lishdan oldin mana 24 12 bo'lsak bizda 2 chiqadi va mana orqasiga 0 ni qo'yib qo'ysak 20 chiqadi. 20 minusdan 20 teng 0. Biz nima topishimiz kerak? Quyidagi javoblardan nechtasida yuqoridagi ifodalarga to'g'ri ta'rif berilgan? Nechtasida deyapti. Demak, birinchisida bizda 10 chiqdi, ikkinchisida 0 chiqdi. Ikkala ifodaning ham natijasi bir xil songa teng. Bu ifodamiz xato ekan-a? To'g'risini topishimiz kerak chunki biz. Ikkinchi ifodaning natijasi 0. Bu to'g'ri. Birinchi ifodaning natijasi ikkinchi ifodaning natijasidan kam debdi. Buni ham chiqarib tashlaymiz chunki birinchi ifoda ikkinchi ifodadan ko'ra katta. Ya'ni birinchi ifodamiz katta, ikkinchi ifodadan. ifoda. Birinchi ifodaning natijasi 15 ga teng. Bu ham xato. Demak, bizda bir donasi o'rinli bo'ldi. A javob ekan. Xo'p, keyingisi. Sardorda 14 ta qizil, 5 ta sariq, 3 ta yashil rangli sharlar bor. U sharlarning yarmini yordi. Natijada Sardorda eng kamida nechta qizil rangli sharlar qolgan bo'lishi mumkin debdi. Bu вообще zo'r savol, faqat chalg'ituvchi savol. E'tiborli bo'lib turamiz. Xo'p, buning uchun barcha sharlarni qo'shamiz. 14 qo'shilgan 5 qo'shilgan 3imiz bizga jam nechta shar borligini beradi. 19 ga 3 qo'shadigan bo'lsak 22. Demak, bizda 22 ta shar bor. Shuni yarmini yoribdi. Demak, 11 ta qolgan aslida. Eng nima deyapti?
eng kamida nechta qizil rangli sharlar qolgan bo'lishi mumkin debdi. Eng kamida deyapti. Endi bizda buni bizda 11 ta shar yorib tashladi, 11 tasi qoldi. Eng kamida deganiga biz birinchi o'rinda hamma qizillarni yordi deylik. 14 ta qizil bo'ladigan bo'lsa, mana sariqqa tegmadi, yashilga ham tegmadi. 14 ta qizildan 11 tasini yordi. Mana 11 tasini endi bo'lib tashladi deganda gapda. Yorgan bo'lsa bizda уже bir chiqadi, bizda qoldig'imiz 3 qoladi. Demak, 3 ta, eng kamida bizda 3 ta qizil qolar ekan. Bu D javobda turibdi. Agar eng ko'pi bilan deganda birinchi sariq bilan yashilni yorib oldi, 8 tasi ketdi. Natijada bizda 3 ta qoldi. 14 dan 3 ayirsa 11 ta qizil qolar ekan ko'pi bilan deb turib javob berishimiz mumkin edi. Eng kamida degani uchun birinchi o'rinda hamma qizilni yorib tashlasa, sariq bilan yashilga tegmasa 11 tasini yoradigan bo'lar ekan va 11 tadan bizda hosil bo'ladi 3 tasi qolib ketadi. Hop, 9 da Sarvar kayfiyati yaxshi bo'lgan kunlari 5 ta konfet, kayfiyati yomon bo'lgan kunlari esa 2 ta konfet yeydi. Ya'ni kayfiyati neto'g'ri bo'lsa 2 ta konfet yer ekan. U mehnat ta'til davomida 24 ta konfet yeydi. U eng kamida necha kun mehnat ta'tili olgan bo'lishi mumkin debdi. Kayfiyati yaxshi bo'lgan deb turib tasavvur qilishga endi majbur bo'laman-da. Sababi bizda nima deyapti? U eng kamida deyapti. Necha kun mehnat ta'tilida dam olgan bo'lishi mumkin demoqchi-da. Endi biz agar kayfiyati yaxshi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, u ko'proq konfet yeydi. Nima uchun bizga ko'proq konfet yeyish kerak? Qancha ko'p konfet yesa, mana bu 24 ta, ya'ni u ta'tilda 24 ta yegan, to'g'rimi? Qancha ko'p konfet yesa, ta'tili shunchalik qisqaradi. Chunki kayfiyati yaxshi bo'lganda ko'proq yeydi, ta'tili kamroq bo'lgan hisoblanadi. Agarda kayfiyati yomon bo'ldi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bunimiz 2 tadan bo'lsa 12 kunga cho'zilib ketadi. Shu sabab kayfiyati yaxshi bo'lgan deymiz. Demak, kayfiyati yaxshi bo'lgan bo'lsa, bizda jami 24 ta konfet bor. Kayfiyati yaxshi bo'lgan kunlari 5 tadan yer ekan. Demak, birinchi kuni 5 ta yedi. Mana birinchi indeksiga kira qildim. Birinchi kuni 5 ta. Ikkinchi kuni ham 5 ta yegan. Kuni. Uchinchi kuni ham 5 ta yegan. 4-chi kuni ham 5 ta yegan deb tasavvur qilaylik. Jami bizda 5 ta, 5 ta, 5 ta va yana 5 ta. 20 ta konfetni yedi. 4 kunda, 4 kunda. Ana endi bizda qanchasi qoladi? 4 tasi qoladi. Ana shu 4 tasida endi kayfiyati yomon bo'ldi deydigan bo'lsak, kayfiyati yomon kunlari 2 tadan yeyishini hisobiga 4 bo'lingan 2 qilsak 2 kun bo'ladi. 2 kunimiz kayfiyati yomon bo'lgan va 2 tadan konfet yegan. Shunda bizda jami 4 kunga qo'shamiz 2 kunni 6 kun bo'lar ekan. Bu bizda D javobda turibdi. U minimal, ya'ni eng kamida 6 kun dam olgan bo'lishi mumkin. Eng ko'pi bilan deganda biz har kuni kayfiyati yomon bo'ldi derdik-da, 24 ta konfetni 2 ga bo'lardik. 12 kun nimada dam olgani ketgan ta'tilga, mehnat ta'tiliga deb turib olardik. Bizda eng kamida degan uchun shuni oldik. Xo'p. Keyingisi 10-da stolda 20 ta qog'oz bo'laklari bor. 20 ta qog'oz bo'lagi bor ekan. Ismoil bir nechta qog'oz bo'laklarini har birini kesib 5 bo'lakka bo'ldi. 5 bo'lakka, ya'ni 5 bo'lakka bo'libdi, har bittasini kesib. Shundan so'ng stolda 80 ta qog'oz bo'lagi hosil bo'ldi. Ismoil hammasi bo'lib nechta qog'oz bo'lagi kesgan debdi. Endi qarang, stolda 20 ta qog'oz bo'laklari bor edi. Ismoil bir nechta qog'oz bo'laklarini har birini kesibdi. Har birini kesgan bo'lsa, endi savolda bizda
kesgandan keyin 80 ta qog'oz bo'lagi paydo bo'libdi. Ya'ni tasavvur qiling, mana qog'oz bo'lagi bo'lsa, bitta kelsa 1 bo'lak 2 bo'lakka ajraydi. Yana bitta qog'oz bor. Kessa 3-chi bo'lak, 4-chi bo'lak. Ya'ni o'zi ikkita list. Birinchi list, ikkinchi listdan 4 ta bo'lakli qog'oz bo'lagi hosil qildi. Endi u X ta qog'oz bo'lagini olganda shuni kesgan va natijada 80 ta qog'oz bo'lagi paydo bo'lib qolgan. U aytyapti endi, Ismoil hammasi bo'lib nechta qog'oz bo'lagini kesgan deyapti. Ana endi buni topish uchun bir boshidan tahlil qilib chiqishga to'g'ri keladi. Ya'ni A dan. Agar 16 ta qog'oz bo'lagini kesgan bo'lganda bu 2 ga ajrab turib 32 tani beradimi? Xo'p, 32 ta. Endi bizda yuqorida jami 20 ta qog'oz bo'lagi edi-ku, undan 16 tasini kesgan bo'lsa, nechta qoladi? 4 ta. Bu 4 bo'lakni mana 32 bo'lakka qo'shib qo'yishimiz kerak. Chunki u qog'oz bo'laklari deyapti. Yarimta yokida butun demayapti. Hammasini bitta-bittadan sanaydi. Bu bitta, bu ikkita deb turib sanaydi. Shuning uchun qo'shib turib sanaymiz. 4 ga 32 ni qo'ysak 36 ta qog'oz bo'lagi chiqar ekan. Bizda 80 ta qog'oz bo'lagi chiqishi kerak. Xo'p, demak bu 16 ta o'xshamadi. 32 chiqib qoldi va natijada qo'shamiz 4 bu 36 chiqib qoldi. Demak, A chiqib ketdi. 12 ta kesdi deydigan bo'lsak, undan ham kichirayib ketib qoladi. Chunki mayli, tekshirib ko'raylik. 12 ta kessa buni 2 bo'lakka bo'ladigan bo'lsak, nechta bo'ladi? 2 bo'lakka bo'ladigan bo'lsak, ko'paytirsa 24 bo'lak bo'ladi. 24 bo'lakka hozir bizda Ismoil bir nechta qog'ozni bo'laklariga har birini kesib, uzr, 5 bo'lak ekan. Mana yerda savolda belgilarimiz e'tiborga olmaymiz. 5 bo'lak ekan. Har bittasini 5 bo'lakdan ekan. Demak, 16 ta listi 5 bo'lakka bo'lganini tekshirib ko'rar ekanmiz biz. 30 0 3 5 80 ta. O'sha 80 ta bo'lib qolyapti. Endi bizda 20 ta bo'lakdan 16 tasini kesgan bo'lsa, 4 bo'lak qoladimi? Shu 4 bo'lagini ham bunga qo'shib qo'yadigan bo'lsak, chunki bo'laklar bilan mana 4 tani ham qo'shib sanaydi-da. 4 tani o'zi tashab ketmaydi-ku. 84 ta chiqib qolyapti. Bu ko'payib ketyapti. Bizda 80 ta chiqsin edi. A chiqib ketdi. Endi buni 12 ta qog'ozni 5 bo'lakka bo'ldi. 60 chiqadi. 4 bo'lagini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 64 bo'lib qoladi. Demak, bu ham chiqib ketdi. 20 ta qog'ozni 5 bo'lakdan kesdi deylik. O'sha 100 bo'lib qoldi. 4 bo'lagini qo'shib qo'yadigan bo'lsa 104. Demak, S ham chiqib ketdi. Mana 15. Sizlar ko'ryaptimi, ko'rmayaptimi? 15 ekan. Buni 5 bo'lakka bo'ldi deylik. 5 bo'lakka bo'ladigan bo'lsa 5 kari 5 25 5i ikkisi dilda 5, ikki dildagi bilan 7, 75. Demak, bizda mana bu 4 bo'lak emas endi. 20 ta qog'ozdan nechta 15 tasini kesib tashladi, aytadigan bo'lsak 5, 5 tasini qo'shsak 80 ta bo'lib qoladi. Demak, D javob ekan. Endi mana yerda ham xato qilamiz bunda. 20 tadan 20 tasini kessak, mana 4 qo'shish shart emas, 100 ta bo'ladi. Baribir xato ekan u. Keyingisida 12 ta listda biron qilgan bo'lsa, 20 dan 12 ni ayirib turib, 8 qolgan. Bu 8 tani ham mana 60 ga qo'ysa 68 bo'lib qolar ekan. Baribir xato hisoblanar ekan. Muhimi to'g'ri javob topib oldik. D javob ekan. Keyingisi 11 da quyidagi berilgan doiralar ichiga shunday sonlarni yozish mumkinki, bunda har bir amal ko'rsatilgan yo'nalish bo'ylab bajarilganda to'g'ri tenglik hosil bo'ladi. Javoblarda berilgandan qaysi biri sariq rangli doiraga mos son bo'la oladi debdi. Mana bu yerdagi songa qaysi biri tushadi demoqchi. Xo'p, ana endi ko'rib chiqamiz. Har bittasini tekshirib chiqishim kerak. Ya'ni har bitta variantni S'ni o'rniga qo'yib chiqsam, bu amalni strelka bo'ylab turib bajarsam, yana baribir mana shu sariqdagi son paydo bo'lib qolishi kerak demoqchi. Demak, 20 ni qo'yib ko'ramiz. Misol uchun 20 qo'ysa 24 ko'paytirsam 80, to'g'rimi? 80 dan 5 ayrsam 75 bo'lib qoladi. 75 ga 3 qo'ysam 78 bo'lib qoladi. 78 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 39 bo'lib qoladi. 39 dan 3 ayrsam 36 bo'lib qoladi. Demak, 20 degan javob xato ekan. 20 ni olib tashlar ekanmiz. Xato. 16.
16 ni endi 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam 64 chiqib qoladi. Mana 64. 64 dan 5 ayrsam 59 bo'lib qoladi. 59 ga 3 qo'shsam 62 bo'lib qoladi. 62 ni 2 ga bo'lsam 31 bo'lib qoladi. 31 dan 3 ayrsam bizda 28 bo'lib qolar ekan. Baribir 16 ham xato ekan. 7 qo'yib ko'ramiz. Mana 7 kar 4 28. Mana 28. 28 dan 5 ayrsam 23. 23 ga 5 3 qo'shsam 26. 2 ga bo'lsam 13. 13 dan 3 ayrsam 10 bo'lib qoladi. 10 bilan mana 7 har xil bo'lib qoldi. Demak, xato. Oxiri D javob qoldi. D da endi mana tekshirib qo'yaylik. 4 kar 4 16. 16 dan 5 ayrsam 11. Qo'shsam 14. 14 2 ga bo'lsam 7. 7 dan 3 ayrsam 4. Уже mana bir xil bo'ldi. Demak, D javob ekan. 12-si, yulduzchalik ekan, ha? Yulduzchaligimiz qiyinroq bo'ladi. Doniyor mushuklarni yaxshi ko'radi. Uning dala hovlisida 8 ta mushugi bor. U bir kuni mushuklarni bir necha marta suratga oldi. Ya'ni x marta suratga olibdi. Bunda har bir suratda 3 tadan mushuk bor. Har bittasida mana tasavvur qiling mana. Nechtadir surat olgan? Mana. Ketdi mana nechtadir x ta surat olgan. Har bittasida bitta, ikkita, uchta mushuk bor. Bitta, ikkita, uchta mushuk bor. Bitta, ikkita, uchta mushuk bor. 3 ta mushuk bor. Hamda har bir mushuk hammasi bo'lib 2 yoki 3 martalab suratga tushgan. Doniyor hammasi bo'lib necha marta suratga tushirgan deyapti. Xo'p, demak, Doniyorda jami 8 ta mushugi borligini inobatga oladigan bo'lsak, u 2 va 3 martalab suratga olgan har bitta mushukka va har bitta suratda 3 tadan mushuk bor ekan. Bu degani eng ko'pi bilan, eng kami bilan yoki eng ko'pi bilan deb hisoblaymiz. Eng kam holatda rasmga oladigan bo'lsa, 2 tadan oldi deylik-da. 8 ta mushukka 2 tadan olsa 16 ta surat bo'ladi, to'g'rimi? Eng ko'pi bilan 3 marta oladigan bo'lsa, 8 ko'paygan 3 bo'ladi, 24 ta surat bo'ladi. Xo'p, ana endi Doniyor har bitta suratda 3 tadan nima deydi? 3 tadan mushugi bo'lgani hisobiga, 3 tadan mushugi bo'lgani hisobiga buni bundoq hisoblaymiz. Jami Doniyor 16 va 24 oralig'ida suratga olgan bo'ladi. 16 va 24. Buni orasida 17, 18, 19, 20, 21, mana yerda 22, 23, уже mana ekan 24. 24 shu shuncha suratga olgan bo'lishi mumkin demoqchi. Shuncha suratga olgan bo'lishi mumkin. Endi bizda har bitta suratda 3 tadan mushuk bo'lgani hisobiga bu 3 ga bo'linadigan sonlarga kiradi. Demak, 3 ga bo'linmaydiganlar chiqib ketadi. 16 3 ga bo'linmaydi, 17 3 ga bo'linmaydi. Bu yerda 18 imiz 3 ga bo'linadi, 6 chiqib qoladi. 19 bo'linmaydi, 20 bo'linmaydi, 22 bo'linmaydi. Bizda 24 bo'linadi, 23 bo'linmas ekan. Bizda mana yerda 21 bor, 21 ham bo'linadi. Endi ularni hisobga oladigan bo'lsak, bizda 18 21 marta suratga olgan va 24 marta suratga olgan. Ana endi bularni 3 ga bo'lamiz, sababi bitta rasmda 3 tadan mushuk rasmi bor. Natijada 6 ta surat, ya'ni 6 ta mushuk. Endi mana ularning ichida bitta mushuk 2 marta yo 3 marta suratga tushgan bo'lishi mumkin-da. Bunda 21 3 ga bo'ladigan bo'lsak 7 ta, 24 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 8 ta. Endi bizda aytyapti, Doniyor hammasi bo'lib necha marta suratga tushirgan debdi. Demak, bizda eng ko'pi bilan o'sha 8 ta javob bo'lar ekan. Javobda turibdi. Yana bir qur o'qib tekshirib olamiz. Mushuk
hamda har bir mushuk hammasi bo'lib 2-3 marta suratga tushgan. Doniyor hammasi bo'lib necha marta suratga olgan debdi. Endi bizda 8 degan javob chiqar ekan.